Molni o'sha yerda so'yib tashlaydi, ko'mib tashlaydi. O'zimizni fuqarolar savdoni sindiryapti. Hurmatli tadbirkorlar, Xitoyga borganda ehtiyot bo'linglar. 2 kun deydi, mol o'lyapti-ku desam, nima qilay, hujjat yo'q. Nima qaysi kallang bilan kelding chegaragacha desam, bittasi va'da beruvdi deydi. Bu o'zimizni tadbirkorlar bir-birimizni o'zimiz sindiryapmiz. Nimaga Xitoy Xalq Respublikasidan kelayotgan mollar narxi balandlashib ketayotgan, qora mollar narxi nimaga qimmatlashib ketayotgani haqida chiroyli intervyu qildik. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'yinglar, sizlarga foydali bo'ladi. O'zbekiston Respublikasiga olib kirgan G'ayrat akam bilan fikrlarni o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum. G'ayrat aka, yaxshimisiz aka? Tuzingizga qoyil qoldim. Mana O'zbekistonga kirib kelyapti. Internetlarda har xil mavzular bo'lyapti. Bu belgiyskiy to'g'risida-da. Kecha videolar ko'rib qoldim, kommentariyada bu unaqa, bu bunaqa degan. Mana haqiqiy belgiyskiylar. Ha buni kim qayerdan ayb topib beradi? Ha buni aybi O'zbekistonga kirib kelib qolgani bo'lyaptimi? Aka biz e'tibor bermaymiz negativ yozganlarga. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Buni o'zi kirib kelish oson bo'lgani yo'q. O'zi sizga berayotgan savolimiz ham aka, masalan, har xil nimalar bo'lyapti. Bu Xitoydagi mol olib kelayotganlar, yo'lda qiynalayotganlar, bu rosa mavzu bo'lyapti-da. Endi shu to'g'risida biz hali borganimiz yo'q Xitoyga. O'zimiz chunki Rossiyadan, Belorussiyadan shartnomalar bilan mol olib kelyapmiz. Endi Xitoy to'g'risida mol olib kelayotgan odam bilan siz bilan suhbat qilamiz. Qanaqa bo'lyapti? G'ayrat aka, bularni olib kelishdagi shartnomalar, yo'ldagi qiyinchilik, hamma qanaqa bo'lyapti? Shu haqida endi to'liqroq obunachilarimizga ham qiziq. Shu to'g'risida to'liqroq ma'lumot bersangiz aka. Akalar tartibi Xitoyning firmasi bilan O'zbekistonning firmasi shartnoma qiladi. Shartnoma qilishdan oldin olsangiz ham bo'ladi ruxsatnoma, keyin olsangiz ham bo'ladi. O'zbekistonga olib kirish uchun razрешение. Buni O'zbekistonning veterinariy službasi beradi. Hozir oziq-ovqat xavfsizligi bo'lgan. Oldin Bahrom aka ishlagan tashkilot, Bahrom akani ko'pchilik taniydi. Undan keyin Qirg'izistonga siz tranzitga ruxsatnomaga xat jo'natasiz. Qirg'iziston Respublikasiga. Chunki o'rtada bitta davlat bor, Qirg'iziston. To'g'ridan kirib kelmaydi. Qirg'iziston Respublikasi 2026-yilga 16 ming dona molga ruxsat bergan. Qirg'iziston Respublikasi 16 ming bosh molga Xitoy Xalq Respublikasidan O'zbekistonga olib kirish uchun necha bosh? 16 ming dona faqat. 16 ming dona molga tranzitga ruxsatnoma berilgan ekan. O'shandan 4 mingtasi уже kirib bo'ldi. 16 mingtadan 4 mingtasi kirib bo'ldi. 12 mingta limitimiz qoldi O'zbekistonniki. O'zbekistonga olib kirish uchun. Ko'pchilik Xitoyga boryapti, shartnomani qilyapti, o'ylayapti, Xitoy bilan shartnomani qildim, pulni to'ladim, mol kelaveradi. Bunaqa emas. Chunki Qirg'iz tranzitga ruxsat bermasa, molni Qirg'izistonga kirgizishmaydi. Xitoy ham molni qaytarib o'ziga olmaydi. Karantindan chiqqandan keyin bo'ldi, olmaydi. Chegarasiga qaytarib kirdirmaydi, molni o'sha yerda so'yib tashlaydi, ko'mib tashlaydi. Utilizatsiya qilib tashlaydi. Hurmatli tadbirkorlar, Xitoyga borganda ehtiyot bo'linglar. Birinchi Qirg'izistondan tranzitga ruxsatnoma olish kerak. Qirg'iziston 16 ming dona molga 2026-yilga ruxsat bergan. Hozir bir 50 tadan ortiq o'zbekistonlik fuqaro Xitoyda mol boqib yotibdi. 6 oy bo'lgan, 7 oy bo'lgan, 4 oylab yotibdi. Molni boqib. Chunki ruxsatnoma yo'q. Karantin tochkalarida ham Ninsha bilan Xebayda hamma joydan kirmaydi. Faqat Ninsha bilan Xebayda uni veterinariya qo'mitasi o'zining saytida ko'rsatib qo'yibdi bu narsalarni. Keyin aka aytish joiz. O'zbekiston fuqarolarimiz boryapti. 30 yuandan, 32 yuandan shartnoma qilgan joyimizga ular boryapti 40 yuan deyapti. Yana bittasi boryapti 45 yuan deyapti. O'zimizni fuqarolar savdoni sindiryapti. Xitoy xalqi o'ylayapti, O'zbekistonda значит juda qimmat ekan bu narsa deyapti-da. Hali logistikasi bor, to'lovlari bor, deklaratsiyalari bor, uni hisoblamayapti. Bu bir marta boradigan odamlarda, postoyanno bu ish bilan shug'ullanmagan odamlar. To'g'ri. Narxni oshirib boryapti. Akalar, agar biz ham hammamiz birlashib narxni bir nuqtada ushlab tursak, Xitoy ham narxni oshira olmaydi. Oshira olmaydi. Mana bitta gap, Dog'istondan hamma biladi. O'tgan yil fevral oyida dokumentning narxi 450 ming rubl edi. 450 ming. Oxirgi oktyabr, noyabr oyida o'tkazgan mollarimiz 1 million 600 ming rublga oldik. Bu endi 1 million 600 ming rubl bir fura molgami? 60 ta mol. 18 tonnagami? 60 ta molga. Mol boshigami yo kiloga? Mol boshiga. Mol boshiga. Mol boshiga. Bu o'zimizni tadbirkorlar bir-birimizni o'zimiz sindiryapmiz. Ertaga mana shu molni 3 so'm arzon olib kelsam, men xalqqa 3 so'm arzon sotaman. To'g'ri. Hozir hamma talab borligini bilyapti-da, O'zbekistonda narxni oshiryapti. Bunga sabab o'zimizni o'zbek xalqi, o'zimizni o'zbek tadbirkorlari o'sha Xitoyga boryapti. O'sha narsani hammamiz kelishib ish qilsak, Xitoy ham narxni oshira olmaydi. Biz ham narxni ushlab turishimiz kerak. Bersang, zo'r buqalar mana 350 kilogacha bo'lgan semental buqalar uzog'i bilan 36 yuan narxi. Men bozorlarga chiqib hammasini savdo qildim. Men sizga videosini tashlab beraman, qo'yib berasizlar kanallaringga. Xudo xolasa qo'yamiz kanalga. G'unajin 31 yuan. G'unajin 31 yuan jivoy vesiga-da. Jivoy vesiga. Tug'adigan g'unajinlar. Eng zo'r manman degan sementalda 350 kiloligi 36 yuan.
Hozir 50 yuandan ham shartnoma qilyapti o'shangada. Ha. O'shaning uchun Xitoylar ham o'ylayapti, talab bor, ular ham bozorni tushunadi, narxni maksimalni oshiryapti. Iloji boricha kelishib savdo qilishimiz kerak hammamiz, birlashishimiz kerak. Buning uchun chorvachilik assotsiatsiyasini yaratib, o'shanga hammamiz birlashishimiz kerak. To'g'ri. Endi mana qarang, hozir tushunishim bo'yicha Suxostoy, Bo'g'oz, sementallar endi biz o'zimizni O'zbekistonda avstriyskiy deyiladi. Shunaqa endi yaxshi sementallar avstriyskiy deyiladi. Endi shularni 31 yuan deyapsiz. Живой vesini. Живой yuan. Bozorda 31 yuan. Bozorda 31 yuan. Deylik 500 kilo, 600 kilo atrofidagi suxostoylar. Endi buqalari, misol uchun patsoslari qimmatroq, paltarashkalar 350 kilogacha bo'lgan sementallar 36 yuan. Tepa patolog narxi bu. 36 yuan. Urg'ochidan qimmat. Ha, urg'ochidan qimmat. Urg'ochidan qimmat. Tushunarli. Endi hozir misol uchun shu buqalarni olib kelibsiz aka, sizga avvalambor rahmat. Buni tartibi obunachilarimizga ham aytamiz. Misol uchun go'sht yo'nalishiga buqa topmoqchi bo'lsak, Greenford bor, Angus bor, hammasidan bor. Bundan maqsad nima? Bizni o'zimizni O'zbekistonda mahalliy mollarini genetikasini yaxshilash maqsadida foydalanish kerak. Aslida bundan Zotni o'zgartirish kerak. Zotni o'zgartirish kerak. Deylik, masalan, shu buqani olib turgan bo'lsak, G'ayrat aka, shu buqadan oddiy bozordan terdik. Misol uchun yosh tadbirkor, bitta yosh tadbirkor bozordan urg'ochilarni oldi. Deylik 15 million, 20 milliondan oldida yaxshi xunajilar olib turib, bitta shundan olib turib, masalan, o'shalarni ko'paytirishga qo'shsa, anovi bizni o'zimizni misol uchun mesniy mollarimizni genetikasi yaxshilanadi, tozalanadi. Undan keyingi tushgan urg'ochilariga yana ham yangi zot qo'shsa, bu o'zimizda shu rivojlanmasa, bizni O'zbekiston har doim buni xalq ko'paytirish kerak-da. Misol uchun bitta rayonda 5 ta fermer, 6 ta fermer buni ta'minlab berish hozirgi kunda juda qimmat. Narxni O'zbekistondagi go'sht narxini asosiy stabilniy narxga tushirish uchun ozmoz odamning qo'lidan kelmaydi. Ommaviy xalq bu bilan shug'ullanish kerak. Masalan, deylik, yosh xunajillarda kerak bo'lsa, so'yib yorishgan holatlarni ko'ramizda. To'g'ri aytasiz. Uni o'rniga shuni so'yib yormasdan bir 10 ta qilib turib shundan mana undaqa buqadan genetikasi yaxshi buqadan qo'shsa, bu genetika yildan yilga tozalanib boradi. To'g'ri aytyapman, G'ayrat aka? Shu Xitoyda ilgari hech kim bilmagan mol bo'lishini. Shu xitoyliklar Gollandiyadan, Germaniyadan, Avstriyadan olib kelib turib, mana shunaqa fermalardan undan nasl qoldirib, ko'paytirib, o'zidan orttirib, shunchacha aholidan orttirib, O'zbekistonga eksport qilyapti, to'g'rimi? Aka, biz go'shtni sotib olyapmiz-da chet el davlatlardan-da. Biz o'zimizda urg'ochi molni ko'paytirib, mol sonini ko'paytirishimiz kerak. Qozog'iston nimaga urg'ochi mol bermaydi bizga? Zapret qilib qo'ygan. Chunki o'zlarida mol soni yetarli, lekin ular chorvachilikni yana ham rivojlantirishni xohlaydi. To'g'ri. Mana bizda urg'ochi molni ham so'yaveramiz. To'g'ri. Ho'kizni ham so'yaveramiz. Hatto 6 ta, 7 ta tug'magancha iloji boricha molni so'ymaslik kerak. 7 ta, 8 ta tug'adi mesniy mollarimiz shungacha yariydi-da. Mana shu mollardan urug' qo'yib, endi xudo xolasa bo'lib ketsa kerak bu narsalar. Xudo xolasa. Urg'ochi molni sonini ko'paytirmasak, pulimizni chetga chiqarib o'tiraveramiz. To'g'ri. Faqat o'zimizni valyutani Xitoyga chiqaryapmiz, Qozog'iston, Rossiyaga chiqaryapmiz. Nimaga biz o'zimizda molni sonini ko'paytira olmaymiz? Bizda imkoniyatlar bor aka. Bizda imkoniyatlar keng. Juda ko'p. Juda ko'p. Prosta o'sha narsani mana Xitoyda chorvaning krediti 3% ekan aka. 3% chorvaning kreditida. Keyin ularda sigir tug'sa, qulog'iga sirg'a taqadi-ku. O'sha paytda sразу subsidiya beryapti. Qaysi davlatlarda? Xitoyda. Xitoy davlatida urg'ochi tug'ilsa, subsidiya beryapti davlat. Unga pasport, dokumentini qilib turib, davlat tomonidan subsidiyalar beriladi. Xuddi shu gapingizni biz O'zbekistonda ham qonunlari kuchga kirdi. Buni endi shu rasmiy xabarlarda ko'ryapmiz. O'zbekistonda ham naslli bo'lgan mollarni mahalliy aholida ham naslli bo'lgan mollarga sun'iy urug'lantirish yo'li bilan, embrion urug'lantirish yo'li bilan tug'ilgan mollarga biz O'zbekistonda ham subsidiyalar joriy qilindi. Xudo xolasa sekin-sekin bular amalga oshadi. Mana bu a'lo aka, bu sementallarni ham ko'rsataylik aka. Aka, molga zo'r e'tibor berasiz ekan. Yaxshi mollarni olib kelibsiz, ko'rib xursand bo'ldik aka. Rahmat. Sizdan endigi safarga kutib qoladigan mollarimiz Xudo xolasa 180 ta belgiyskiy mol bor. 180 ta belgiyskiy molimiz bor. Buqalar, Buqalar. Sementalda cheki yo'q. Semental cheki yo'q. Qancha ob'yom qilsak o'zimizga shuncha yaxshi. Iloji boricha перечислениyaga ishlaymiz. Agar kimdir mol olaman desa, shotka haydab beradi pul. Molini o'zini olib ketib Xitoyga ko'rsataman.
olib borib ko'rsataman. Xitoyda fermada tanlaydi o'sha yerda, narxini ko'radi, biz o'zimiz xizmat haqimizni olamiz, molni kelib bu yerda qabul qilib oladi bizdan. Bu bizni bo'ynimizdagi muammo. Agar kelgandan keyin mol menga yoqmadi desa, puli shunday qaytariladi, mol menga qolaveradi. To'g'ri. Shu bilan kelishamiz. Iloji boricha perishchilar bilan ishlaganimiz ma'qul. Endi hozir mana bu sentyabr oyining boshidan, misol uchun mustaqilligimiz bayrami o'tishi bilan ish kunlari boshlangandan keyin hozirgi prezidentimizning qarori bilan yuridik shaxslar, fermer xo'jaliklariga ajratilayotgan imtiyozli kreditlar boshlandi-da. Endi shular bilan ham misol uchun shartnomalar qilsak, misol uchun sizni firmangiz bilan shartnoma qilsak, to'g'ridan to'g'ri olib kelib bera olasiz. Olib kelib bera olaman. Misol uchun deylik, sizga zakaz qilishyapti yoki buqa zakaz qilyapti yoki urg'ochi. Endi urg'ochi zakaz qilyapti deylik, men fermerman G'ayrat aka, sizga siz bilan shartnoma qilmoqchiman. 100 bosh suxostoy olmoqchiman. Men o'zim bitta fermerman deylik. Sizdan 100 ta 100 bosh suxostoy bo'g'oz. Galishten, может, meni xohishimga qarab, sementa. Shu bo'g'oz mollarni sizga zakaz qilsak, 100 boshiga siz bilan shartnoma qildik, belgilangan summaga-da. Endi shuni, masalan, necha foizini to'laymiz-u oldindan sizga shartnomada. Keyin mollar kirib kelgandan keyin necha foizini sizga beramiz. Mollarni qabul qilib olgandan keyin 70% to'lanadi. 70%ni, chunki biz Xitoyga bu pulni chiqaramiz. Sizga 70%ni to'lab berish kerak. Kerak. To'g'ri. 70%ni to'lab bo'lgandan keyin pulni chiqaramiz, molni karantinga qo'yamiz. 21 kun mol karantinda turadi. 21 kun ichidagi ketgan puli bizning bo'ynimizda u. O'sha karantin narxiga ustiga chiqadi uni ham. Logistikasini hisoblaymiz, o'zimizning xizmatimizni hisoblaymiz. 2 oy ichida molni olib kelib beramiz. 2 oy ichida siz olib 1 oy ichida kirib kelish kerak. Men zazor olyapman. Endi yo'lda har xil situatsiya bo'lishi mumkin. Agar xudo saqlasin Qirg'iziston o'tkazmay qo'yib, yo bo'lmasa yo'lda bir avariya bo'lishi mumkin, boshqa transportda keladi. Pulni shunday qaytarib beramiz, u bizning bo'ynimizga qoldi. Sizlarning bo'yningizga shartnomada belgilanadi. Shartnomada ko'rsatiladi shu narsa. To'g'ri. Shu kungacha 1,5 mingdan ko'p mol olib kirdik o'sha fermer xo'jaliklariga. Birortasi bilan xudoga shukr unaqa muammo bo'lgani yo'q. To'g'ri. Iloji boricha perishchilarga ishlaganimiz ma'qul. Iloji boricha. Ko'pchilik ham naqd pul ko'tarib keladi. Shartnoma asosida bo'lgani yaxshi. Shartnoma asosida bo'lgani ma'qul. To'g'ri, to'g'ri. Eng kam zakazimiz 50 ta. Eng kami 50 bosh. 50 bosh. Bir fura deganida, endi bir moshin. Bir moshin. Eng kam zakazimiz shunaqa. To'g'ri. A'lo aka, yana G'ayrat akamga qanday obunachilarimizda qiziqarli savollari bo'lsa, direktga yozishsin. Biz iloji boricha qiziqarli, o'rinli savollarni chiroyli tarzda G'ayrat akam orqali yoritib beramiz. Akalar, men Xitoyda bo'lsam, WeChat nomerimni ham qoldiraman. WeChat nomeringiz. WeChatga chiqib qo'yamiz. Yozib qo'yamiz. Xudo xolasa G'ayrat akam o'zini WeChat nomeri, WhatsApp nomeri, Telegram nomeri hammasini yozib qo'yamiz. Qanday savollar bo'lsa, G'ayrat akamga chiqamiz shu to'g'risida. Savollar filtrlanib, o'rinlilari beriladi. Bemalol. G'ayrat aka, ishlaringizga omad. Rahmat. Aka, Alloh savdolaringizga baraka bersin. Rahmat. Bu ishlaringiz bitib qolsa, hammasi bir joyga bitsa xursandmiz. Lekin bitishmay qolsak, mana shu 15 ta olib kelgan molingizni xalqqa, foydalanuvchi egalariga yetkazib berish sharti bilan hozir aytganimdek 10 tami, deylik bir buqa 15 ta molga yetishi mumkin uni urug'lantirishga yoki 20 ta. Shunday yosh tadbirkorlarimizga, yaqinda ish boshlagan fermerlarimizga har bittasiga yetkazib berish sharti bilan shu buqalarni bizga berasiz aka. Agar avvalambor savdosi bitsa. Akalar mana Buxorodan kelgan. Buxorodan ular bilan kelgan savdomiz akalarimiz pishmasa bor. bo'ldi. Gap yo'q. Bo'ldi aka. Kelishdik.